Farg'onada kutilmagan voqea ro'y berdi. Salom do'stlar, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Barchani Xudoyim o'z panohida asrasin. Farg'onada Damas ag'darilib ketishi ortidan Damas parchalanib ketgan. To'qnashuv oqibatida 2 kishi hayotdan ko'z yumgan. Hozirda holat yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilayotgani ma'lum qilindi. Farg'ona viloyatida yuk mashinasi hamda Damas to'qnashib ketishi ortidan 2 kishi hayotdan ko'z yumgan. Bu haqda viloyat yo'l-patrul boshqarmasi axborot xizmati ma'lum qildi. Qayd etilishicha, to'qnashuv viloyatning Furqat tumanida sodir bo'lgan. Mazkur hududda harakatlanib kelayotgan Damas rusumli avtomobil haydovchisi oraliq masofani saqlay olmay qolgan. To'qnashuv sababli Damasdagi 2 nafar fuqaro hayotdan ko'z yumgan. Yana bir nafar yo'lovchi ahvoli og'ir ekanligi ma'lum qilinmoqda. Hozirda ushbu voqea yuzasidan tergov harakatlari olib borilayotgani ma'lum qilindi. O'zingiz va oilangizni asrang. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlar shu edi. Salomat bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting.